Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Sizlar savdo markaziga. Yo'q masala somsachilarni qo'zg'atib beramiz. Hozir bizda yangi o'yin bo'lyapti. 2 kilolik somsalar ichida tilla o'zidagi kumush uzi chiqishi mumkin. Shunga sal ikkita bo'lasizlar, chiroyli qo'zg'atib beramiz. Xush kelibsizlar. Boshlasam bo'ladi. Nimadir ko'rmadingizmi? Ko'rmadingizmi? Tashlab bo'lib qo'ying. Opajon, tabriklayman. Kumush uzi chiqdi sizga. Sizlar savdo markazi nomidan sizga kumush uzi chiqdi. Tabriklayman. Sog' bo'linglar. Tabriklayman. Sizlar savdo markazi. Instagramda ko'rib kelgansizlar yo? Instagramda ko'rib kelgansizlar. Tamam. Agar olmasanglar boshlab beraman. Sizga chiroyli qilib beraman. So'ng ro'qidan sheffofda uzatma bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Tabriklayman, sizga tilla o'zi chiqdi. Bitta chiroyli qarshiylarimiz bo'lsa, tabriklayman. Men o'zim tanlamas ekanman. Instagramda bizga obuna bo'lganmisiz? Instagramda? O'yinimiz haqqoniymikan? Haqqoniy. Rahmat, kattakon ismingiz? Umida. Umida opa. Tabriklayman sizni. Aziz yurtdoshlarimizga takliflaringiz, tilaklaringiz nima? Siz mo'yoga Somsa markazi juda ham zo'r choyxona. Ovqatlariga gap yo'q. Asosan somsasi juda ham mazali. Qolgan ovqatlari ham o'ziga yarasha juda ham mazali. Sizlarni mana shu yerga taklif qilib qolaman. Iftorligiga juda ham yaxshi joy. rahmat kattakon. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Bugun Qozog'istonda mehmonlarimizga 2 kilolik somsa aytishdi. Omad kelsa o'zing chiqishi mumkin. Bismillah. Aka, tabriklayman. Jizzax savdo markazida kumush uzisiga tushdi. Yoqimli ishtaha. Bu 2 kilolik polvonlar somsasi bo'ladi. Yoniga aytilganda 26 millik somsada ikkita davatga qo'shdi.